kishi so'radi, shu so'raganlar iltimosiga qisqacha video qilaman. Mana bunaqa mikrokontrollerlarni qanday programma qilasiz deyapti mana. Mikrokontrollerlarning hammasini mana bunaqa chiqishlari bor. Mana chiqish, kirish deb hisoblasa bo'ladi buni. Ham chiqishga, ham kirishga ishlatsa bo'ladi. Mana qaranglar, D0, D1, D2, D3, D4 va hokazo. Bu tomon pastida ham o'zini qiladigan ishlarini, o'zini qiladigan pinlari bor. Demak, bu yerda o'zim kod yozib qo'yganman. Mana shu mana agar e'tibor bersak, mana ko'ryapsizlarmi? D1 bilan ishlaymiz. Bunisi faqat GND da turadi. GND ya'ni Zemlya. Minus. Mana ikkitasi bilan ishlaymiz. Mana svetodiodni qanday qilib mana ana shunaqa ishlatyapman hozir. To'g'ri, xohlaganimcha ishlatyapman. Ko'ryapsizlarmi? Ana shuni o'zi ko'rsataman. Demak, ketdik. Hozir bu oson bo'lgan, juda ham mana shunaqa ChatGPT ga kiramiz. ChatGPT. Qaranglar, faqatgina mana shunaqa kod yoz dedim. Mana 1 sekund mana azraf sekundi yonsin, azraf sekundi o'chirsin svetodiodni dedim. Mana kod yozib berdi. Mana shu kod. Qaranglar, oson bo'ldi programma qilish. Hozirgi davrda 21-asrda mana kod yozib berdi. Mana bu yerga agar bossak agar mana shu yerga copyright qilib oladi. Endi ketdik. Internetdan mana shunaqa tortib olamiz. Arduino IDE, mana Arduino IDE. Shuni tortib olamiz. Tak, bu yerda qanday bu bilan ishlashni hammasini o'zi mana shu ChatGPT'ning o'zidan so'rab olsa bo'ladi. Endi men bilaman, qisqa bo'lsin deb uzun video qilmaymiz. Buni hammasini mana bu yerdan so'rab olsa bo'ladi. Buni qayerdan skachat qilish kerak? Mana bu Arduino IDE'ni hammasini aytib beradi. Короче, skachat qildik. Mana bu yerga bosdik. Mana NodeMQ ko'ryapsizlarmi? NodeMQ ESP modul deyapti. Shuni tanlaymiz. Port, har bir kompyuterda port bo'ladi. Ya'ni qaysi portda qaysi USB da to'xtabdi, o'shani ko'rsatamiz. Maniki 6 da to'xtabdi, mana bo'ldi. Endi buniki copyright qilgan videomizni, kodimizni shunday qilamiz. Buni o'chiramiz. Yoki o'chirdik. И Ctrl stavить. Buniki kod mana qilib bergan kodi. Mana shuni qo'ydik. Endi faqatgina mana shu yerga bosamiz, tamom. Загрузка. Qaraymiz mana bu yerda. Mana shuni загрузка ketadi. Ya'ni biz nima qildik? 1 sekund o'chadi, svetodiod 1 sekund yonadi. Ketdi загрузкасы. Protsent bilan to'lib kelyapti. 6, 25, 33. Mana shu o'zi mana bu yerda загрузка qilyapti. Загрузка paytida svetodiod ishlamayapti mana. Ko'ryapsizmi? Загрузкасы tam bo'lsin. 100% bo'ldi. Mana bu yerda uploading tamom bo'ldi deydi. Successful deb yozib, done deb yozdi. Bo'ldi. Endi qaranglar, 1 sekund yonadi svetodiod. 1 sekund o'chadi. Mana. Svet o'chirish kerak menimcha. Bo'lsa yaxshiroq ko'rinadi. Mana 1 sekund yonyapti, 1 sekund o'chyapti. Mana shu kodni bizga ChatGPT yozib berdi. Endi davomida men nima dedim bunga? ChatGPT ga. Mana qaranglar gapimni. Теперь на секунду, не 1 секунду, а быстрее, например, 150 миллисекунд deyapman. Tezroq qil deyapman. Bo'ldi, mana kod yozdi, tezroq kodni. Mana kodini copyright qilib olamiz. Bu yoqqa kelamiz, yana Arduino'dagi buni o'chiramiz bo'ynakini. И Ctrl stavить deb hozir copyright qilgan narsamizni qo'yamiz bu yoqqa. Ketdik yana. Загрузка bo'layotgan payti bu to'xtab qoladi. Svetodiod. Mana to'xtaydi o'zi. To'xtadi, ko'ryapsizlarmi? Загрузка ketdi. Загрузка paytida hech nima ishlamaydi. Загрузка ketyapti. Bo'ynakka qilgan kodini yozyapti. Hozir bu yerda nima bo'ladi? Endi 1 sekund emas, 150 millisekund, ya'ni 1 sekundni
5 ga bo'lgan holatda tez migas qiladi mana. Tezroq ko'ryapsizlarmi? Mana. Endi dalish ketamiz. Yana ChatGPT ga kiramiz. Men nima yozyapman bu yerda? Теперь плавно горит и плавно гасится 2 sekunde deyapman. Bo'ldi, xo'sh deyapti. Mana kod yozib berdi. Endi o'zi ko'ryapmiz, tez o'chib yonyapti, tez. Endi asosda yonadi va asosda o'chiradi, plavность bo'ladi. Plavность. Kopировать qildik kodni. O'zi yana bir marta mana. Kopировать. Ketdik Arduino IDE'ga. Bu yerdan o'chiramiz. Bunisini yangisini qo'yamiz. Ctrl stavить qilib, Ctrl V ni bossangiz bo'ldi, shaqqa keladi hammasi. Ketdik, загрузкani bosamiz mana, загрузка. Загрузка ketyapti mana. Загрузка ketdi. Bo'ldi, загрузка to'xtadi. Endi qaraymiz nima bo'ldi. Asosda o'chiryapti, asosda yondiryapti, planni. Ko'ramiz, ha? Endi davom ettiramiz. Qaranglar, shu 3 ta narsani qilganmiz. Hammasini bir qilib berdaymiz. Bir qilib beradi. Men короче bu yerda yozganman. Сделай плавность, так yo'q, bu emas. Короче bir qilgan. Mana bu yerda yapam. Теперь все эффекты сделай вместе. 3 эффекта 1 sekunda горит. Короче, mana shu 3 ta yaratgan narsamizni hammasini bir qilib berdi yapam. Mana bu yerda menga kod yozib berdi. Faqat bu kod boshqacha qilib ishladi. To есть 1 sekund pauzasi bo'ldi. Men dedim pauzani 5 sekund qil dedim. Keyin menga yangi kod berdi mana. Yangi kod berdi. Kodni qilamiz. Kopировать. Ketdik Arduino IDE'ga. Buni o'chiramiz. Buniki kodni. Ctrl stavitni bosamiz. И так, ketdi загрузка. Hozir endi bo'ynaki 1 sekund boshida qilgan edik-ku, yonishi 1 sekund yonadi, o'chadi. Keyin tez yonib o'chadi. Keyin plavno yonadi. Ana shu uchovi hammasi bitta programmada bo'ladi. Mana shu bitta svetodiod 3 ta narsani qiladi, 3 ta effektni. O'zi mana bu tugasin, загрузкasi. Bo'lmani tugadi menimcha. Dona deb yozadi men bu yerga. Dona. Bo'ldi, endi qaranglar. Tez yonib o'chyapti. Плавность. И 1 sekunddan o'chib yonadi mana. 1 sekund o'chadi, 1 sekund yonadi. Tez. И плавность. 3 ta effektni bitta joyda qilib berdi mana. Svetodiod aytganimizda ishlayapti. To есть qanday xohlasangiz, bu endi повтор bo'laveradi. Siklni tamom qilgandan keyin yana повтор o'shani qilaveradi. Qanday xohlasangiz shunday ishlatish mumkin. Bu modullarni o'zi oson bo'ldi buni programma qilish, qiyin emas. Bu sekretim emas, ko'pchilik sekretni sizga aytmayapsiz. Bu deydi-yu, bizda prosta vaqti yo'q buni qilishga. Men bu bilan avval shug'ullanganman, o'zi sizlarga oson yo'lini ko'rsatyapman. Avval mana shu bizda vaqtimizda ChatGPT degan narsa bo'lmagan. Bu kod yozadi. Eslangizda tutinglar, faqat qiyinroq proyektlarni qilaman desangiz, ko'proq gaplashishlaringizga to'g'ri keladi. Bunga tushuntirib berish kerak ChatGPT ga nima qilishni. Savollaringiz bo'lsa, savollarni beringlar bunga, savollaringizga javob beradi.
Men ruscha yozyapman chunki ruscha menga tushunarliroq. O'zbekcha gapirsangiz ham bo'ladi bunga. O'zbek tilini ham tushunadi bu. Biror narsani tushunmayapsizlarmi? Savol berasizlar. Mana bu misol uchun qayerga tiqishni bilmayapsizlarmi? Savol berasizlar, sizlarga tushuntirib beradi qayerga nimani tiqishni, qanday qilishni. Bu modul, mana umni modul. Bunga qanaqa xohlasangiz shunaqa programma kirgizsa bo'ladi. Xohlasangiz boshqa pinlariga knopka qo'ysangiz bo'ladi. To есть mana bu svetodiodni knopkani bosganda, misol uchun bossangiz, knop bu yonadi o'sha payt. Arduino'ni har xili bor. Bu mana bunaqasi Wi-Fi bilan ishlaydigani bor modulni. Mana bu megasi bor, mana ko'ryapsizlarmi? Mega 2560 yozilgan mana. Mana shu ham mega, mana bu ikkovi mega. Qaranglar, har xil. Ikkovi ham mega, faqat bu maydaroq. Hamma narsani mana bu narsani zichroq qilib mana bunaqa chiqargan plata. Proyektga ishlasa bo'ladi, birdan payat bo'ladi. Mana qaranglar, men payat qilgan vaqtida motorchani kim narsa qilganman esimda yo'q. Mega. Mana bu bunaqa modullari bor, mana har xil modullari bor. Mana bunaqa mana nomi nima edi? Bunaqa aylantiradigan esimdan chiqqan ismi hozir. Tak, mana Bluetooth, olovni sezadigan modul. Bu hammasi mana shular bilan ishlaydi. To есть mana shu pinlariga mana bu qo'shasizlar. Bunga kod yozasizlar, bu olovni sezadi, bunga beradi. Keyin mana bunaqa display. Mana bu yerda dannelarni chiqarib beradi yozib. Mana buni ham o'rganman, begushi straka qilganman bu bilan. Mana modullar, soat moduli. Mana bu soat moduli. Mana bu yerga o'zi bitta batareyka qo'yib, mana bu misol uchun mana bunaqa Arduino ham bor maydichasi. Mana bu Arduino Nano buni ismi. Mana shuni soatni bu bilan qo'shib, displeyni qo'shsak, soatni mana bu yerga chiqarib yozib beradi. Xohlasangiz bu yerga chiqarib beradi. Farqi yo'q. Mana bunaqa modullari bor mana. GSM modul, ya'ni sim karta. To есть sim kartaga telefon qilasizlar, Arduino sim kartani qabul qiladi, aloqa qilsa telefon yaratsa bo'ladi, короче. Men просто qisqa qilib aytyapman, o'qib ko'rasizlar internetda mana. Даже sim kartasi turibdi ichida. Qanaqa sim karta ekan, men vaqtida ishlatganman. Ucell mana. Mana shu sim karta olib, shuni qanaqa proyektlar qilganman vaqtida. Вот. Mana bunaqa antennalar bor mana. Mana shu antenna 1 kilometrgacha ushlaydi. Agar to'siqli bo'lmasa 1,5 kilometrgacha ham ushlaydi ana shu antenna. To есть 1,5 kilometrdan turib mana buni boshqarsa bo'ladi. Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Mana shunaqa o'zlaringiz o'qib, Arduino'ni o'rganaman desangiz, proyekt особенно elektrik akalarga kerak bo'ladi, ularga signal ko'p kerak bo'ladi. Signal chiqarib, mana har xil signallar kerak. Mana shunaqa signallarni mana shunaqa mana ChatGPT bilan ishlasa bo'ladi. Yozasizlar, chiqarib beradi, Mana shunaqa. Tak, modullar juda ham ko'p bo'lgan vaqtida chang bosib ketgan, mana ishlatmaganman. Har xil modullar, har xil modullar olganman. Bu hali bu yerda yarmi, u yerda yana bor. Turibdi. Men ko'p o'rganman, vaqtida qiziqganman, shuni o'rganay deb. Bizda ChatGPT bo'lmagan vaqtida boshqa yo'llar bilan qilganman. Kimga qiziq bo'lsa, yana keyin yozasizlar, men qanaqa yo'llar bilan programmirovat qilgan ko'rsataman. Hozir oson yo'lni ko'rsatdim. ChatGPT buni hammasini qiladi. Mana kimga kerak bo'lsa, mana shunaqa modul olinglar hozir oldingizga, qimmat emas. Tak, qanaqa bu ismi? ESP 8266 NodeMQ ismi, NodeMCU mana orqasida. NodeMQ Wi-Fi bilan ishlaydi. Mana shunaqa bitta olinglar, arzon. Sim bilan svetodiodni ulaysizlar, обязательно 200 ohm rezistor qo'yasizlar. ChatGPT bilan ishlab asta-asta o'rganinglar. Programma qilishni ChatGPT o'zi qiladi. Kim o'zi o'rganmoqchi bo'lsa, mana bu yerga yozasizlar, "Nauchi меня программировать" deb. C++, Python, JavaScript eng qiyindi.
programmalarning ichida hisoblanadi. Mana shu Python'ni o'rgatib ketadi sizlarga. Bo'ldi. Mana shu yerga tugatamiz videoni. Savollar bo'lsa yana kim nimaga qiziqsa yozasizlar. Qo'limdan kelgancha ko'rsataman. Men qiziqolmayman buni. Buni yoshintish, programma qilish bu menga kerak emas. Prosta yoshlar o'rgansin, qiziqsin deyapman. Bu sekret emas men uchun. Bu ochiq ChatGPT bu ishlarni qilib yotibdi.